Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan to'g'ri televiziyasining bugungi maxsus programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi bu maxsus programmamizni 1988-yil 6-oyning 15-kuni Urumchida Şinjan Üniversitesi'ne, yani Şarkı Türkistan Üniversitesi'ne merkez kılan keng ko'lamlik milliy o'quvchilar namoyishininki 30 yilligiga berishildi. Tuvanda shu qatimqi namoyishga qatnashgan, uningga yetakchilik qilgan, boshlamchilik qilgan va shohid bo'lgan qarindoshlarimizning og'zidan ularningki sarguzashtlarini anglaysizlar. Shuning uchun diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. 1988-yili 6-ayning 15-kunisi Sharq Turkistonda zo'r ko'lamlik bir o'quvchilar harakati yuz berdi. Ya'ni 1985-yili 12-dekabr o'quvchilar harakatidan 3 yil keyin Sharq Turkistonda yuz bergan ikkinchi qatimliq bir o'quvchilar harakati. Buningga Sharq Turkistondagi atalmış Şinjan Üniversitesi, Fidakok Üniversitesi qatorliq universitetlarning o'quvchilari chiqib, mushu Sharq Turkistondagi Xitoy hukumatining milliy kamsitishga bo'lgan siyosiy norozilik bildirish, milliy kamsitishga norozilik bildirish yig'ilishi nomi ostida bir yig'ilish o'tkazdik va uningdan keyin ko'chaga chiqib namoyish qilib Sharq Turkiston xalqining haq huquqlarini talab qilib zo'r bir o'quvchilar harakati o'tirg'i chiqqan. Bu harakatni shu vaqtimizda Sharq Turkistonning Pedagogik universiteti, Sanoat instituti, Şinjan Üniversitesi, shundaqla Maliye Enstitüsü ve Tibbi Enstitüsü'lerde kurulgan Studentlar Pen Medeniyet Uyuşması deydiğen şu uyuşmanın bir vasıta yetekleşide ve teşkilleşi bilen elip verilgen bir zor kölemlik hareket. Mana del bu 88. yıl bergen 15. iyun okuyuşta hareketinin 30 yıllığı kiliş aldı turvatıdı. Bu münasebetle şu kıtımlık namayış katnaşkan, iştirak kılan, Vayaki guvaçı olan, közülen kögen, bugün chet ellerde yüzligen septaşlarımız mevcut. Biz bu septaşlarımızdan hemmisini şu Myunxen'e teklif kıldık. Vakti şaraiti yer bergen bütün qarindoshlarımızdan Myunxen'e gelip şu 15. iyun namayişini müşahede yani bir namayış bilen ve o zaman uçturuş bilen hatırlaş ve bu 80. yıllardaki o'quvchilar hareketinin rolünü keyinki avlatlarımızga yetküzüş, xalqimizni buningdan xabardor qilish ve bu namoyish qatnashib bugün vatanning ichida Sharq Turkistonning har qaysi joylarida yashayotgan shu sabdoshlarımızga salom yo'llash ve bu harekatni unutib qolmaganligimizni, bu harekatning bugün vatan ichida davomlashtirish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa-mu, ama vatan sirtida bu namoyishlarning, bu harekatlarning davom bo'lib, bugün vatan sirtida jush urib, rivojlanayotganligidan iborat bu reallikni xalqimizga bildirish maqsadi bilan bu faoliyatni uyushtiryapmiz. Shuning bütün dunyoning ham yerdagi sabdoshlarni Myunxenga taklif qilamiz. Bir ayda sizlar bilan quchoqlashishga, ko'rishishga biz tashna Germaniyadagi Uyg'ur jamoati bo'lib, sizlarni to'rt ko'z bilan kutyapmiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sabdoshlar, hammanglarga Kamina Abdurashiddan o'tliq salom. Men oldi bilan har qaysinglarning bu muborak Ramazon oyini hamda yetib kelish oldida turgan ro'ziyatini chin qalbimdan tabriklayman. Xush muborak bo'lsin. 1988 yili 6-ayning 15-kuni vatanimiz bo'lgan Sharq Turkistonning Urumchi shahrida oliy maktab o'quvchilar tarafidan bir qatimliq zo'r ko'lamlik namoyish olib berilgan. Men shu qatimqi namoyishning bir ishtirok qiluvchisi, shohidi bo'lish suhbatim bilan ayni vaqtlardagi ba'zi bir ishlarni eslab o'tmoqchiman. Bu qatimqi namoyish bo'lishdan avval, ya'ni 1986 yillari bizning maktabimizda Studentlar Pen Medeniyet Uyuşması deydigan bir o'quvchilar tashkiloti qurilgan edi. Albatta bu tashkilot butkul qonuniy rasmiyatdan to'liq o'tgan maktab ma'muriyati, maktab o'quvchilar uyushmasining nazorati yetakchilik ilib boradigan bir o'quvchilar tashkiloti edi. Bu tashkilot asosan biz o'qiyotgan maktab chog'larimizda
her xil ilmiy munozara faoliyatlarini o'rinlashtirib, o'quvchilarningki tafakkur еңini yuqori ko'taradigan, barobarlik, birlikka yetaklaydigan, ham yaqin atrofdagi boshlang'ich, to'liqsiz, to'liq o'rta bo'libmi shu yilgi oliy maktab imtihon beradigan o'tir maktab o'quvchilarininki o'qish ishlariga yaqindan yarulakda material jihatdan, o'qitish jihatdan yarulakda bo'ladigan shunday xizmatlarni ishlaydi. Ta'til vaqtlarida bo'lsa, har qaysimiz o'zlarimizning yurtlardagi bayam degandek o'quvchilarga yordam qilish hamda shuningdek jamiyat tekshirish xizmatlarini xolisona olib bordik. Bu ishlarni ta'til tugab maktab qaytib kelgandan keyin tashkilotimizningki mas'ullarga o'zimiz ishlagan xizmatlardan xulosa yo'llaydik. Bu tashkilotningki raisi Do'lqin Aysa, bosh kotibi Vars Ababakir edi. Bular har qaysi Sharq Turkistonning har qaysi taraflardan, shaharlardan kelgan bu shu xizmatlarni, ishlangan xizmatlarni yig'inchoqlab, xulosalab, hukumatning munosabatli o'rinlarga yo'llash, moslashtirish xizmatda ishlaydigan tashkilot. Demak, bu vaqtida o'quvchilarning, oliy maktab o'quvchilarininki bir xil vatan millatga bo'lgan mas'uliyatchanlik bir xil tuyg'usi yuqori ko'tarilayotgan, birlik, barobarlik jihatdan yuksalilayotgan shunday yaxshi bir kayfiyatdagi bir zamonlar edi. Naq shunday bir vaqtida ko'chman Xitoyning bir o'quvchisi va bizning fakultetimizning fizik fakultetining 6-qavatdagi bu o'quvchilarning o'birnisining ishkiga bir tig'liq asbob bilan o'yib Uyg'urlarning erlarini mangu qul qilamiz, ayollarni mangu xotin qilamiz. Bular shu qadar nachar bir xalqki, hatto bular birga o'tirib cho'ng ta'rat qilishga arzimaydi degan mazmunli xatni yozib qo'yibdi. Biz buni bayqagandan keyin 5-6miz bu ishni qo'mirab, jamoat xavfsizligi boshqarmasiga akirib berdik. Bizni kutib olgan bu yerlik xodimlar buni ko'rib, "Nihoyat yaxshi xizmat qildinglar. Biz millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilgan har qanday so'z harakatlarga biz yo'l qo'ymaymiz. Buni biz tekshirib, aniqlab tepib, qattiq jazolaymiz. Ishlar aniqlanganda sizlarga xabarni beramiz" deb bizga nihoyat chiroyli muomala qilib, ayni vaqtda bizni qaytarib o'tdi. Bu naq shu 88-yil 3-oy vaqtlarga to'g'ri keladigan ehtiyoj vaqtlardi. Xo'sh, shundan keyin biz haftada bir yo 2 haftada bir, oyda bir degandek bu ishning natijasini shu jamoat xavfsizlik boshqarmasidan suylab turdik. Bularda har qitim bog'imizda bularda biz aniqlatimiz, tekshiratimiz, natija chiqmadi, chiqqanda xabar beramiz deydi. 2 oy o'tgandan keyin yana basaq, demak, barbara bularning muomalasi bizga suslashga, qo'pallashga qarab bizlandi. Eng oxirgi qitim 1988-yil 6-oyning 15-kuni tushda 12 atrofida tomoqdan qaytib biz 1-200 dak o'quvchi biz bu jamoat xavfsizlik boshqarmasiga bu ishning natijasini surishtirgani bordik. Bular u kuni nihoyat qo'pol muomala qildi. Nima qilmoqchisizlar? Sizlarning vazifangni o'qish, qaytib ketish, biz o'zimizning ishi bizning unda doklad qilish mas'uliyatimiz yo'q sizlarga deb qo'pol muomala qildi. Shunga biz u yerdan qaytib maktabda g'ul-g'ul bo'lib ketdi. Bu maktabdagi mutlaq ko'p qism o'quvchilar bayan biz yuqorida degan studentlar fan madaniyat uyushmasininki a'zolari bo'lganligi uchun tez bu xabar tarqalib g'ul-g'ul qo'zg'ab ketdi. Anqacha biz 400-500 dak o'quvchi bo'ldik. Biz birlikda maktab ma'muriyatiga berib, maktab mudiri ayni vaqtdagi Hokim Jabbor degan kishini izlab bu ishni shu kishi orqali uning natijasini o'qimoqchi bo'ldik. Lekin bu kishimi o'xshashlar nihoyat qo'pol so'q muomala qilib bizni qaytish, maktabga darsini o'qib, sinfga kirib, nima bu yerda hamma ortiq ko'ngil bilishmay deb u yerda bizni haydayapti. Demak, biz nihoyat xo'rliqqa, nihoyat muomalaga uchrab, biz nihoyat bearam bo'ldik, tutildik, g'azablandik. Shunga bilan bizning fizik fakultetining oldida birga maydon keng, ikkinchi shu vaqtdagi har xil o'quvchilar faoliyatlariga yetakchilik qilayotgan asosli kishilarimiz fizik fakulteti bo'lganligi uchun u yerga biz fizik fakultetining oldidagi maydonga yig'ilib bu haqda bas munozara qildik. Ancha ayol bo'lmaylar, ayni vaqtdagi atalmish partikumning muavin sekretari janobi Ma'rif mas'ul. Bu 3 pikaplar o'zining kotib, tarjimon, muxbirlarni olib bu darhol yetib kelib fizik fakultetining oldida to'xtadi.
anqacha bizning fizik fakultetiningki xodimlari buningga üstel o'rindiqlarni, mikrofonlarni tayyorlab turibdi. Bu keplam hatto o'tdamay o'rtirib qo'liga shunda mikrofonni tutib turib buyruq bir xil zo'rliq, zo'mbo'liq talaffuzda qaytish, sen nima qilmoqchi bu yerda to'plashinglar, sinfin kirib ketish, larni vazifani o'qish, yo'qolish deb nayta qattiq tegdi bizga. Shuning bilan biz buningdan bir javob olamizmi desak, bu vaqtga haqoratga uchragan ekan. Bizningki shu fizik fakultetining oldini maydonni yasaydiganga qum shixillarni do'lab qo'ygan. Ushaq shixil qum ashuna narsalarni. Oldimizda biz tutuq keyinda ko'rinmaydigan, oldidagilar ko'rinmaydigan holatdagi o'rindagi o'quvchilar, savoddoshlarimiz qum shixillarni ilib janobligi işte otdi. Otgandan keyin xuddi bir mo'ldirdak uning tepaga tushishga boshlagandan keyin bu voy menda to'sab uningki atrofdagi g'alchi chomoqchilari buni to'sab, buni qo'g'dab fizik fakultetining ichiga kirib ketdi. Bular hammasi qochib kirib ketgandan keyin ashada g'ulg'ula munozir bo'lib ketib, zodi bu ish bitmaydi. Biz cho'qim biz namoyish qilib, hech bo'lmagan butun xalq olami jakolab bosma bo'ldi qilayli bu ishni. Bunda saqlab olsak, bulardan bizga yaxshi natija chiqmaydi. Deyishdik, shu Allohning tasodifiy to'xsizlik bu namoyish tayyorlik qildik. Bayonqi degan Uyg'urlarning abadiy mangu qul qilamiz, ayollarni xotin qilamiz. Bular shu qadar nachar haqki, hatto billa o'tirib cho'ng tarat qilishga arzimaydi degan bu xatning xitoychisini, Uyg'ur tarjimasini bir cho'ng lozunga, bir necha kichik lozunga qilib, ko'taribli ashadin shuar to'lab, biz cho'ng darvozadan sirt etilib namoyish qilishga maqdik. Vallahi alam taxminan 2000 cha o'quvchi bo'lishi mumkin. Ayni vaqtda maktabda 6000 o'quvchi botdi, 3800 Uyg'urlarni asos qilgan milliylar, qolgan 2200 Xitoylardi. Shuning ichida taxminan 2000 dak Uyg'ur o'quvchi biz atalmış Şinjan Üniversitetinden başlap ta ki tibbi institutga bağıca biz şuart olab yolda mağduq, yo'qolsin cho'ng xansuvchilik, millatimizni qul qilishga qat'iy norozilik bildiramiz, yassun barobarlik, yassun erkinlik, yassun demokratiya degandek shiorlarni to'lab mağduq. Biz dönko'rikka berib taki Janubi qo'uqchi bo'lgan mushu ikki bekat oraliqda ashaqdagi qarindoshlarimiz meyvechi va ussizlik, yemaklik ikki tarafdan bizga taqitib turdi, yeb turdik, suart to'lab minib turdik. Shu tariqada biz tibbiy institutga bordik. Tibbiy yo'lda o'tashimiz sanoat institutining oldida o'timiz. U yerda o savoddoshlarimiz, qarindoshlarimiz ularni chiqishga intilib turibdi, lekin to'silinibdi. Nega tibbiy institutga olsak o'xshashli u yerda ularni chiqishga intilibdi o'quvchilar, lekin to'silinibdi, chiqolmabdi. Demak biz ash gullikdan tibbiy institutning indiki gullikdan aylanib, yana qayta maktabimizga qaytdik. Taxminan shu bir 30 kilometr atrofida berib kelishni hisoblaganda masofa bo'lishi mumkin. Maktabga qaytib keldik. Qaytib kelib anqacha kashkir ketdi. Putlarimiz qopirib, buni boshqa sezmabdik. Putlarimiz ishib ketdi, qopirib ketibdi. Suv ko'tarib. Zing qilib yossaqmi, o'ttasaqmi, faqat orom bermidi. Anka cho'nglar dedi, bu o'ttag'am yotgan bo'lmaydi, sizlar astu minib beringlar. Men pamsanglar ishtik asli kelmaydi dedi, bo'ladi deb biz bir kashni so'rab, bir kashni bir og'inam ikkimiz astu minib shu oliy bizning maktabdan Dönko'rikdagi kashlik bozorga keldik, tomoq yegash, aylanib kelgash. Biz shunda kashlik bozorga kelishimiz bilan shu vaqtlarda 35-40 yoshlar atrofidagi bir akamiz assalomu alaykum fikrlarim deb voy oxiri keldinglar kelinglar deblar bizni bir shiraga boshladi ustalga. Men deyman, men og'inamni tanishga debdi. Men u og'inam debdi, men bu Abdurashidni tanishga debdi. Biz o'zaro ayda deyishib o'tiribdik u yerda. Anqacha u bola adas kerak buyrug'ini xo'jayinidan ketganda men uningga dedim, bu og'inam, bu akamizni sen qanday taniysan, ajab yaxshi bola ekan desak, dedim-da men uni. U deydi, "Yo, men tanimayman, men sening tanishingmi deb o'tdim bu yerda" deydi bu. Va unda qushmas qilibdi, bu bizni birsi o'qishtirib qopdi deb biz o'rnimizdan turdik. Anqacha u bola kelib, "O'tirang, fikrlarim nima turib olding" deydi. Biz tanishmaymiz-ku, buni tanimaydi ekan, men tanimaydi, siz bizni o'qishtirib qopsiz.
Rast biz işkilim, hemimiz tanışmayımız deydi babalar. Ben deydi, Janubi Şinjan'dan geldim. Ben bir yerde bir ticaret kılgan, mal hareketken kelgen bala. Ben bayam tamak yegini kelgende, naxsilarning namoyish qilib mishadni o'tayotgan vaqtinglar to'g'ri kelibdi. Men naytib bir xil hayajonlanib, bak ta'sirlanib, sizlardan bak rozi bo'lib ketdim. Men ishkillarni bak to'nib olgan. O'ttirdim işte shu vaqt to'lab buni aytibsizlarki, men qo'shilib ketay desam, birga nazorat namoyishning atrofida nazorat qilmayotganlarni kirgizmaslikdan qo'rqdim. Bo'lib, eng muhimi, men belimda 70-80 ming yuandek mal aldıran pul var diye bu bütün cemaatimizin iqtisodiyati. Şunun için bire şu kalsa bunun ağırlık kalmaydı. Bunun da ihtiyat kıldım. Şunun için şunu olan ben xatip Janubi Qo'q keysizlar erişip şu yerden qaytib ketdim. İçimde birini ko'laydı. Muş ballarni men bir ko'rib olsam, tanışib olsam, mehmon qilib olsam degan bir istikim batdı. Şunu men kelgan navaq mishada yurib atdim bana. Naq deyishib qo'yganda sizlar kelib qoldingiz fikrlarim. Bugun qanday yeydigan ichadigan tomoshaning olsa men hemen üstün alımen dedim. Vay bunda rahmet akada qaytib o'ttirdik. Ya nayt yaxshi mehmon qildi, kutdi. Nayt yaxshi tarbiyalanib deb paranglashdik. To'lib isil va qayrindishimizga en axir tugagandan keyin shu vaqtlarda Urumchida yangi taksi boshlangan Shali deydigan markalık mashina. Shundan birini to'sib, uning kira pulini to'laytib bizni maktabga yo'lga sap qo'ydi. Demak, bu qitimqi namoyish mana mushunda boshlanib, oxirlashdi. Uning keyindan atsdan boshlab har xil siyosiy uyg'unish, ta'lim, tarbiya, taqib qilishlar boshlanib ketdi. Anqash ta'tillar so'radi-da, bizni qaysiga qatnashdik, biz tenib oldik, boshda qatnashmadik dedik. Keyin ta'til qilib ketgandan keyin jasuslik o'rinlarining apparatga olgan, rasm tatgan nimalarga asosan butun Sharq Turkiston bo'yicha 40 tak o'quvchini yozlik ta'tilda chaqirib oldi, chaqirib maktabga ekib oldi. Buning ichida ilg'ab shallab oxir 12 mizni ib qoldi. 12 mizni ikkini ya'ni Do'lqin Iso bilan Varis Abubakirni bu namoyishni boshchilik qilgan o'zlari ayni vaqtda butun rasmiyatni o'tab berib turdi. Qonunsiz o'quvchilar namoyish tashkiloti qurgan degan bo'xton bilan shunday qalpoq, bunday qarchaplash bilan bular maktabdan bo'shatdi. Qolganlarimizga har xil turdagi jazolar berdi, mana ogohlantirish jazosi berdi. Xo'sh, shuning bilan bu qidim namoyish tugadi. Qarindoshlarimning vaqtini uzun olib qo'ymaslik uchun men bu qidim namoyish haqida munchilik to'xtalmoqchiman. Xayr, aman bo'linglar, Allohga emanet. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Oldimizdagi 15 iyun 1988 yılı Do'lqin Isoning yetakchiligida Urumchida Sharqiy Turkiston studentlarining keng ko'lamda elib borgan namoyishiningki 30 yillik xotira kuni. Bu munosabat bilan shaxsan men o'zimningki 84-yildan 88-yilgacha bo'lgan o'quvchilik hayotimda shu davrlardagi şu namoyishning oldi keyni Do'lqin Isoning elib borgan faoliyatlari ve nurg'un xotirlar ko'z oldimdan o'tdi. Shu da'vo yo'lida shu 30 necha yil burun birlikda yo'lga chiqqan sabdoshlarim bilan qilgan ba'zi faoliyatlar Do'lqin Isoning shu vaqtdan tortib yetildirgan yetaklash, uyg'otish qobiliyatlari shu xotirlar ko'z oldimdan o'tdi. 88-yili 15 iyun Urumchida keng ko'lamli elib berilgan bu namoyish Studentlar Fan madaniyat uyushmasi, ya'ni Do'lqin Iso o'zi bir qo'lliq qurib chiqib, yolg'iz o'zimiz o'qiyotgan shu markaziy universitetda emas, buni keng ko'lamli yana boshqa oliy maktablarga Urumchidagi yana 5-6 asosliq bo'lgan oliy maktablarga kengaytib, shu maktablarda a'zo qabul qilib, nihoyatda mukammal bir ayni zamonga nisbatan, shu sharoitlarga nisbatan nihoyatda mukammal bir studentlar orasida uyg'otish harakati olib borgan.
biz sabdaşlar bilen birlikte dolqunga egişip şu vaqtlarda gündüzü ders oqsaq, hatta dersten düşdün kelleri keş qoralar, tecrübelerimiz bulduğan Dolqun İsa aynı vaqtda fizik fakültetinin o'quvchisi, men biologiya fakültetida ve başka matematika, fizika, ximiya, tarix, coğrafiya, siyaset, her türlü kasblardan sabdaşlar batdı. Şular davamlı uçuruşup Dolqun İsa'nın ayeti natıqlıq bilen aynı vaqtdaki biz yüzünü atkan işgaliyetteki Şarkı Türkistan'ın yüzünü atkan siyasi besim astidagi nurg'un meseleler anandan keyin maktablarga berib davomli nutq so'zlagan vaqtida shu chaqda shu bugungi holatimizga qoladiganligimizni agar Xitoy bir kuni kuchlansa shu bizni besib olgan Xitoy hukumati agar fursati bo'lsa cho'qim bizning beshimizga balo bo'lganligini oliy maktab o'quvchilarining cho'qim uyg'onib xalqni uyg'otib buningga qarata bir harakatga otlanishi lozimligini so'zlaydigan. Keyin bu namoyish tugagandan keyin nihoyatda jiddiy holda buningga nisbatan atalmış avtonom rayonning rahbarlari şahsen şu en yuqori o'rindagi rahbarlar o'zlari maktablarga kelib o'quvchilarni aylab şu yig'ib siyosiy o'ginishda nihoyatda besim bilan har turli so'roqlar nihoyatda qattiq bir harakat elib borgan o'quvchilarninki shu faoliyatining ustidan onun neticesinde Dolqun İsa bilen yana bir qarindishimiz maktabdan quvlandi. Şahsen men özüm manga bununki ta'siri bo'lsa, gerçi 4 yil biologiya fakültetida nihoyat yaxshi o'qib, shu mening o'qish bitgan yilimda nima Yezigilik ismi, darhol esim kelmay ketdi. Yezigilik universitetining şu vaqtida men Yezigilik universitetiga o'qituvchilikka taqsim bo'lib bo'lgan ayni vaqtida shu 15-iyun namoyish qo'zg'alishining oldida biroq shu namoyish bilan bo'lgan mening munosabatim va shu tashkilot bilan bo'lgan munosabatim Dolqunning yanida Dolqunning keynida davomli Dolqunni qo'llab turganlik sabablar tufayli men Ürümçide tug'ilib, Ürümçide o'sib, oxir kelgan chaqda men xizmatsiz qolgan Ürümçide 88-yili men meni bo'lgan dastlabki qabul qilamiz degan o universitetni keyin qabul qilmadi, siyosiy jihatdan masalasi bor degan narsa bilan. Shuning bilan ota-onamga bir parcha xat yozib qo'yib, Atushdagi bir shaxsiylar, tijoratchilar o'zlari açkan bir şahsi mektepte o'qituvchilik qilish uchun men Atishga ketgandim. Shu qarindoshlarimiz hozir Turkiyada, boshqa yerlarda borki. Shu vaqtlarda ana shu harakatmi, shu tijoratchilarimizniki o'zligidan bir maktab qurib, bizniki Uyg'ur yoshlarimizni tarbiyalashga otilishi ana 30 yilning oldidagi bizning xalqimizdagi uyg'onish. Keyin Dolqun İsa'nın Beijing'e borgandimi yanıla faaliyetlerini devam qilib turganliklarini anlab turdim. Men Atishda bir mavsum dars o'tgandan keyin Amerikaga chiqish fursati bo'ldi. 89-yil men Amerikaga kelib bu yerda yana ba'zi faaliyetlarni qilib turgan vaqtlarimda arada 6-7 yil o'tib 95-yili Dolqun İsa Turkiyaga chiqqandan keyin yanıla shu vaqtdagi shu yetakchilik qilish qobiliyati, shu tasavvuri yanıla millatni uyg'otish, millatni tashkillash, xalqimizni bir yerga akilish, bir ish qilish shu qizg'inligi bilan
Orta Asiyada Uyghur Yaşlar Medeniyet Günü faaliyeti ötküzmekçi bulup, telefon kılgan vaxtıda ballarım kiçik, şadıman tehi, hem de bir yaşlı kirgen vaxtı, Mısra'mı tehi 3 yaş vaxtı, şununla ben paramayım, benim aile şarayettim, bunun yar vermeydi, bir yaşlık balam var. Desem, ben seni kilerlemse deb sormadım, ben seni kel davatdım degan vaqtida bu bir emir Dolqun yana bir ishqa tutish qilibdi. Men yana ayni vaqtda kerak Dolqunning kaynida bo'lishim kerak degan qaror bilan darhol aeroplan biletini olib shu vaqtda O'rta Osiyoga borgandim. Shu chog'da shu O'rta Osiyoda ilk borgan shu faoliyat keyin Dünya Uyg'ur Yoshlar qurultiyining asosi, uningdan keyin bo'lsa Dünya Uyg'ur qurultiyining asosi bo'ldi. Ya'ni 30 yildan beri Dolqun bu faoliyatni to'xtatmadi. 30 yildan beri shu 88-yili namoyish bilan o'tirga rasmiy chiqib, Xitoyning ko'ziga begiz bo'lib qadalgan bo'lsa, uningdan bir necha yil burun 86-87 yilları Studentlar Fen Medeniyet uyushmasini qurib chiqib, o'quvchilarni tashkillagan bo'lsa, tam ana bugunga qadar Dolqun bir kunmi bo'shashmay bu harakatni davom qilib kelyapti. Ayni vaqtida shu namoyishdan keyin nihoyatda qattiq keyin men Urumchiga atishdim kelgan vaqtimda saboqdoshlarimdan anglashimcha shu vaqtga qadar, ya'ni men bir mavsum atishda dars o'tib 89-yili 2-oyda Urumchiga kelgan vaqtimdami shu namoyishdan keyingi hukumatning maxsus guruh tashkillab avtonom rayonda nihoyatda yuqori darajalik mas'ul kishilar kelib elib berayotgan savol so'roqi siyosiy urunishlari tugamatdiki. Shu chog'dami shu sabdoshlarımızın, saboqdoshlarimizning shu chog'dagi shu studentlarning kallasini yuyishga qattiq uringan. Biroq shu vaqtda birlikda bir safda turgan qarindoshlar mana hozir har davlatlarda da'voning oldida mengayotgan bizniki siyosiy faoliyatchilarimizdir. Bu harakatimiz to'xtab qolmaydi. Her vaqt, her zaman biz bu Xitoyning zulmini tugatganga qadar, vatanimiz Sharqiy Turkistonninki hurligini qo'lga keltirganga qadar, mustaqilligimizni qo'lga keltirganga qadar hayotimizning oxirigacha va bizdan qolsa avlodlarimizgacha bu faoliyatlarimiz to'xtab qolmaydi. Assalamu alaykum aziz sabdoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshi turibsizlarmi? Hammamizga ma'lum bo'lgandek, oldimizga 6-oyning 15-kuni 1988-yil 6-oyning 15-kuni yuz bergan ilib berilgan cho'ng o'quvchilar harakatining 30 yillik bo'ladi. Bu munosabat bilan men shu vaqtdagi ilib berilgan harakatning to'g'riliq qisqacha bir eslab o'tmoqchi. Namoyishninki qanday boshlanib va qanday oxirlashganligi to'g'riliq boshqa qarindoshlarimiz tafsili to'xtalib o'tadi. Mening so'zlamoqchi va eslab o'tmoqchi bo'lganim shu namoyishning burunqi tayyorlik ishlarini qisqacha bir so'zlab o'tib ketmoqchi. Men 88-yili universitetni bitirish harpisida 3-oylar bo'lishi kerak. Dolqun Aysa, yana shu fan madaniyat uyushmasininki asosiy qurg'uvchilarining birisi va mas'uli ve hozirgi Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa bilan bir uchrashishim bo'ldi. Shu vaqtda Dolqun Aysa menga bir video kasetni ko'rsatdi. Buningda shu fan madaniyat uyushmasining hozirgacha bo'lgan qilgan ishlarini, faoliyatlarini ko'rsatgan bir film ekan. Buningda shu G'uljiga odam avatib, G'uljidagi Uyg'ur ma'rifi bilan Xitoy ma'rifini selishtirgan shu asosida ishlangan bir film ekan. Buningda menga ta'sir qilgani şu Xitoy maktablariniki nəhayət həşəmət silingan, oxuş əşyalarınınki, əsləhələrinin nəhayət ilğarlığı,
o'quvchilarning kiyimlaridan tortib boshqacha tikilganligi shu shakldagi bir ko'rinishlar. Ammo Uyg'ur ma'rifi, Uyg'ur maktablarining, Uyg'ur o'quvchilarining ruhiy holati bo'lsa, shundoq bir vayrona maktablar, sinflar, partiyalar hamma jihatdan shundoq bir nachar sharoitda o'qiyotganligini selishtirib, demak bu Xitoyninki adolatsizligi, o'zining odamlarga boshqa qaraydigan, bizga boshqacha qaraydiganlik bir ahvolni selishtirib ishlangan bir film. Bu orqali hamda jamiyatga tortib, jamiyatda xalq bildirish. Ba'zi xalqlarimiz his qilgan bilan ba'zi xalqlarimiz yana his qilmoqliq shu davrlarda Xitoyning zulmini. Shu asosda ishlangan bir filmga buni ko'rgandan keyin ta'sirlandim men, ta'sir qildi kallamga. Do'lqin dediki, mana mushtaq bir faoliyatlar bo'layotdi. Yana mush fan madaniyat uyushmasiniki qarmog'ida bir san'at guruhi qurmoqchi, shuning qatnashgan bo'lsam, shuni turpagan bo'lsam degan men mamnuniyatlik bilan qabul qildim. Bo'ladi deb harakatni boshlab ketdik. Endi bu fan madaniyat uyushmasida va san'at guruhlarida nurg'ulg'an qarindoshlarimiz va Ajirsin degan to'p qo'shgan. Buningda Rushan Abbas xonim qarindishimizning roli nihoyat cho'ng. Uningdan boshqa yana ba'zi qarindoshlarimiz bor. Ular bilan ko'rishib aloqa qilmaganligim uchun ismini atab o'tishga biroz qulaysız bo'lib qoldi. Ammo bu harakatni qo'zg'agan, bu faoliyatni ilib borgan nurg'un qarindoshlarimiz va nihoyat bilimlik, jangovar, o't yurak, shundoq isil, harakatchan bir qarindoshlarimiz. Bularniki ba'zilari shahid bo'lib ketdi, ba'zilari hozirgacha turmada yetyapti. Ba'zi qarindoshlarimiz o'zini dalda ilib chet elga qishib chiqqan bo'ldi. Chet elga chiqqan qarindoshlarimiz hozirgacha yana shu harakatni uzib qo'ymay, to'xtamay davom qilib ilib beryapti. Demak, shu vaqtida ilib berilgan shu fan madaniyat uyushmasiningki o'rinlashtirish bilan ilib berilgan shu faoliyat, shu harakatlarda shu san'at guruhi to'g'ri qisqacha so'zlab o'tay. Bu san'at guruhisida 4 xil mazmunda asar o'rilindi. Birisi usul, birisi naqsha, birisi drama, birisi yumor, latifa. Mushu shaklda bu 4 xil san'at shakliniki hammasida ya'ni shu millatning beshiga kelayotgan zulmni aks ettirish, Xitoyning zolimligini aks ettirish mushu shaklda ilib berildi. Usul bo'lsa vujud tili orqali bir shaklda qilib xalqimizning pig'alliq ingirayotgan ahzorini aks ettirdi, Xitoyning zulmini fosh qildi. Drama bo'lsa, Do'lqin esa shu bizning atoqli shoirimiz, inqilobchimiz, mashhur Arbob Abduxoliq Uyg'urninki hayotida aks ettirilgan bir dramani o'rinladi. Nihoyat ta'sirlik, nihoyat yaxshi jonliq o'rinlanishga xalqimiz nihoyat qizg'in qarshi olishga erishgan bo'ldik. Uningdan boshqa naqsh tekstlarda bo'lsa, naqsh tekstlardami shu zulmni aks ettiradigan, ya'ni Xitoyninki Uyg'urlar qilayotgan besimini aks ettiradigan, Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulm, Xitoyning qanchalik bizga zulm qilayotganligini ifodalaydigan naqsh tekstlari. Bunda boshqa yana xalqimiz nihoyat ta'sirlangan bo'ldi. Mening o'rinlayotgan asarlarimda yumoristik, ya'ni xalqniki deyman deb ig'izdan chiqara olmay bo'g'zi qoplashib qo'yotgan shu so'zlarni sahnada kulkili qilib ifodalash orqali yana qizg'in bir olqishga erishgan bo'ldik. Shu sahnada o'rinlagan asarlarimdan ba'zilari esim kelyapti. Shuning birisi Ko'lidan chiqdi Langiyato, qo'saq to'yg'uchi Jimiyato, qo'saq to'ygandan keyin tammoligi Lavchanto, Ketman boyadi Santo, Sampan boyadi Manto, Maudi ya Santo ya Manto. Mana shunday so'z o'yinlari va boshqa asarlar. Endi sahnada o'rinlangancha, endi biz san'at o'makining kasbiy odamlar bo'lmasaqmi, xalqning dilemmayotgan gaplarini deb berishga xalq ichida nihoyat yaxshi ta'sir qo'zg'ab, qisqa oraliqning ichida Urumchi bo'yicha 30 yaqin maydon o'yin qo'ydik. Nihoyat cho'ng olqishga erishdik. Demak, shu mezgilda hamda fan madaniyat uyushmasininki ilib berilgan shu har turli faoliyatlari, san'at shaklida bo'lsin, har xil shakllardagi ilib borgan harakatlari yig'ilib oxirida shu 6-oyning 15-kunidagi shu namoyishga taqalgan bo'ldi. Shu namoyish, shu harakatlarning, shu faoliyatlarningki ig'iz ilishi bo'ldi. Shu harakat, shu namoyish Xitoyga qarshi ochiq oshkora o'tirg'i chiqdi. Oxirgi hisobda Xitoy uni rahimsizlikchan qonliq bir bostirgan bo'ldi. Shunda qilib bu namoyish oxirlashdi. Demak, yig'ib etgan vaqtida endi bu harakat, bu inqilob
ajdodlarimiz qilib bizga qoldirib ketibdiki, biz oxirini davomlashtiryapmiz. Vatanning har qaysi joylarida, vatanning ichi va sirtidagi butun qarindoshlarimiz qo'lidan nima kelsa, kelgani bo'yicha shu harakatni qilib ketib boramiz. Ammo vatandagi zulm kundan kunga ig'irlashib ketib boradi. Bek ig'ir. Bizning maqsadimiz qanday qilganda shu zulmni bir azaytib, pasaytib, shu xalqimizning beshida kuyayotgan bir o'tni bir azaytimizga degan asosda qo'limizdan kelishicha yana harakat ishlab ketib boramiz. Alloh nasib qilsa, arzu armonlarimiz amalga osha, mustaqil bir davlatda, o'zimizning Uyg'ur davlatida yashaydiganga Alloh nasib qila. Bu munosabat bilan men vatanimizning har qaysi joylaridagi, vatan sirtidagi butun shu harakatga qatnashgan, shu harakatda birga bo'lgan va ajr so'ndigan bütün qarindoshlarimizga oliy salomni yo'llayman. Shu so'ndigan ajrlarni qizg'in tabriklayman. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarım. Men mukarram Qurbondan hammanglarga salom. Hammamizning ro'z Ramazoni muborak bo'lsin. Hammamizning qilgan duolari qabul bo'lg'ay inshaalloh. 1988 yılı 6. ay 15. günü Dolqun İsa'nın yetekçiligida Ali Mektep o'quvchilarının ilib bargan namoyishining 30 yıllıqını hatırlash uchun Germaniyada sabtashlar uchrashuvidan iborat bir tarixiy faoliyat ilib berildi degandan boshlab mening ko'z oldimda bu Ali Mektep hayotim necha qatimlab o'tdi. Ali Mektep bir millatning ziyolilarini tarbiyalab qator qo'shadigan bir makon. Aynı vaqtda, şu vaqtlarda Dolqun İsa Fen Medeniyet uyuşmasını kurup nurgun aktif faaliyetlerine ilip bargan idi. Muş faaliyetlerinin birisini degim geldi. Bir qatim bir keng ko'lamda bir san'at kechiligi o'tkazdi. Bunun da bir qisqa bir drama o'rinlandi. Bu dramada o'lib ketgan ajdodlarimizdan Farhod Shirin, G'arib sanamlar kipallarını kiyip özlerinin turmuşunu, ötken turmuşunu sözleydi. Onun da hatalıklarını, puşaymanlarını sözleydi. Hem de narazılık, zulümlerine narazılık kılış degandek muş məzmunlarını sözleydi. Bunu aslında bunun da bizge bir uçur, bizge bir uyuqtulan bir uçur biriydi aslında. Biz şundak onu körüp atқан vaqtda Abdixaliq Uyg'urning rolini olgan Dolqun İsa jangovar bir qisqa nutq so'zlab o'ziga sunilgan guldastini bütün tomoshabinlarga chachidi. Hammamiz shu chog'da hayajonlanib chavaklarni chaldik. Demak, bu bizning shu vaqtdagi shu yoshlarimiz, ilg'or yoshlarimiz oliy maktabni yaxshi o'qib, maktabni yaxshi natija bilan tugatib, bir yaxshi bir xizmatga erishib, normal bir hayotni kechirish emas, shu vaqtda shu Xitoy zulmlarining bizning vatanimizda elib borgan zulmlari, bizga qilgan besimlari, adolatsizliklar, haqsizliklarni o'ttirg'i chiqib, haqsizligi bo'lgan noroziligini elib borgan narxi usullarda, san'at usullari, san'atda yoki namoyishlarni o'rinlashtirib, noroziligini ifodalab, shu vaqtdagi Uyg'ur millatiga, cho'nglarimizga, Uyg'ur millatiga bu da'voning to'xtab qolmaydiganligi, bizning bu da'voni qat'iy davomlashtirganligimiz, bizning shu da'voni davomlashtiradigan jangovar yoshlar ekanligimizni ularga, millatimizga anglatgan edik, ham ularga bir umid bergan edik. Shuning bilan birga Xitoy tajovuzchilariga bizning jangovar kuchimizni ko'rsatgan edik. Bu şu namoyishda, shu 6-15 kuni bo'lgan namoyishni qaytgan vaqtimizda nayt herib charchab qaytdik. Shu chog'da qaytgan vaqtimizda maktab darvozasining oldida bizga dars bergan o'qituvchilar, tonish shu chiroylar xuddi bizni saqlab turayotgandek, bizni qarshilash uchun shu yerda turgandek, hammamiz shu yerda turib ekan darvozaning oldida. Shu chog'da rahmatli Mariya opamni ko'rdim. Merhum bilan ikkimizning ko'zi uchrashib qoldi. O'chal Mariya opam shunday qilib turib ekan-to'q, menga bir yaxshi degan belgini chiqarib, beshini shunday qilib linjitgan edi. U chog'da u menga ajoyib bir kuch bo'lgan. Chunki herib charchab kelgan bir odamga ussizlikni tashlab bo'lgan bir odamga bir ussizlik bergandek, shunday bir hayajonni kuchshagan edim. Ularning chiroylaridan bizni mamnun bo'lgan, bizni xush bo'lgan, bizni qarshilayotgandek shunday bir
bir holatni bizga shunday bir holatni his qilgan edik ularda. Bu 30 yillikni xotirlash hozirgi vaqt elib berilishi bir yaxshi bir vaqt elib berildi deyman. Chunki bu bizning sunmas ruhimiz bizning avlodlarimizga bir ulgu bo'lsa, ya'ni ular xuddi biz hozir ajdodlarimizning faoliyatlarini anglab so'zlagan o'xshash, ularni o'zlarining ota-onalarining qilgan millat da'vo ishlarining davomini o'zlarining davomlashtirishi kerak ekanligini bildiradigan bir ahamiyatga ega deb o'ylayman. Uchrashimiz nihoyat yaxshi, ma'nili bir faoliyatlar bilan o'tadi deb o'ylayman. Inshaalloh. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Bizni ko'rayotgan aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Dünya Uyg'ur qurultiyi o'rinlashtirgan sabdoshlar uchrashishi bu programmasiga taklif qilinganligim uchun va Sharqiy Turkiston xalqining shu yaqinqi 30 yillar mobaynida bu ulug' da'voga yoshlarimizning qo'shgan tuhfalarini shu vaqtlarda vatanimizda yuz bergan nayta muhim tarixiy ahamiyatli voqealarni o'zimizning shohidligida bu voqealarning ahamiyatini va uning shu vatan da'vosimizga keltirgan netijalari mushularni keyingi avlodlarga tanishtirish uchun o'rinlashtirilgan bu programmaga taklif qilinganim uchun aytib xush bo'ldim. Darvaqa bu sabdoshlar uchrashishi bundan burungi garchi 30 yil burun yuz bergan Sharqiy Turkistondagi atalmış Şinjan Üniversitesi ve başka üniversitelerdeki o'quvchilarning hozirgi Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi hurmatli To'lqin Isa'nın yetakchiligida shu vaqtda o'quvchilar uyushmasining raisi etdi. Elib borgan shu bir faoliyatlarni xotirlash albatta vatanimizning bo'libmi 1980-yillarda vatanimizda yuz bergan milliy uyg'onish, milliy jonlanish harakatining natijasi edi va shu vaqtlarda yoshlarimiz nayta ko'tarangi ruhli holda Uyg'ur jamiyatida va Xitoyning shu mustamlikasi ostidagi Xitoy yurgizayotgan siyosatlarga nisbatan o'zlarining kuchli inkosini bildirib, noroziligini bildirib va hukumatga har xil shu vatanimizda yuz berayotgan mayli milliy muarifni xitoychilashtirish qadamining bosilishi jihatdan bo'lsin yoki Xitoy ko'chmanlarini to'plab bizning vatanimizga to'ldirish siyosatiga qarshi bo'lgan norozilik bo'lsin yoki milliy muarifimiz, urf odatimiz, anadan keyin shu Xitoylarni assimilyatsiya qilish qatorliq har xil siyosatlarga bo'lgan norozilik bo'lsin. Hammasi shu 80-yillarda yuz bergan bir qator o'quvchilar harakatining asosli temalari edi. Mana bugun shu 30 yil burungi shu voqealarda o'quvchilarning norozilik harakatlarida vatan davosining aktiv shaklda ko'chalarda ilib borgan shu vaqtida o'tirib qo'yilgan mazmunlar qaraganimizda shu vaqtida o'tirib qo'yilgan mazmunlarning va o'quvchilarning ong saviyasining qanchalik yuqori saviyada ekanligini va shu 30 yil burun hozir shu 30 yildan keyin nimalarning yuz berganligi haqida shu vaqtida nihoyatda kuchlik oldin ko'rishga ega ekanligini taxmin qilishimiz tas emas. Demakki, shu vaqtida biz milliy kimlikni saqlash asosli masalamiz edi. Xitoylarning ko'chmanlar siyosatiga qarshi turish asosli masalamiz edi. Anadan keyin milliy muarifni jonlantirish asosli masalamiz edi. Anadan keyin Uyg'urlar qarta yurgizayotgan kamsitish, bo'zaq qilish, xo'rlash siyosatiga qarshi bo'lgan norozilik bizning asosli shu ko'tarib chiqqan shuarlarimiz edi. Hozir shu bir shuarlarning bir qismini qarasak, hozir Sharqiy Turkistonda bo'layotgan voqealar, hozir Sharqiy Turkistonda bo'layotgan zulmlar, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan Xitoyning mustamlika va mustabid siyosati ostidagi har xil qabih ijroatlar, demakki shu vaqtdagi yoshlarimizning kelgusiga bo'lgan oldin ko'rishining, kelgusiga bo'lgan agar vaziyat o'zgarish bo'lmasa, xalqimizning taqdirining nihoyatda echinishlik ahvolda qolganligini, oldin ko'rganligini biz bu yerdan nima qila olamiz, taxmin his qila olamiz. Shunlashqa men bu yerda alayda demoqchi bo'lganim bo'libmi hozirgi Sharqiy Turkistonlik aziz yoshlarimizga bir tarbiya sifatida, bir eslimi sifatida deb qo'yganimiz bu 88-yildagi namoyish oddiy bir voqea deb qaralgan, lekin nayta Xitoyning jilikiga o'rnab ketgan Uyg'urlarni xo'rlash dan iborat shundaq siyosatga qarshi boshlangan bir kuchli ommaviy namoyish harakati edi. U voqea qanday deganda Xitoylar
Uyg'urlarning shu ommaviy hojatxona tomlarga va o'birni ishlarga biz bu zamonga Uyg'urlarning erlarini qul qilg'ili va ayolli qizlarni xotin qilg'ili keldik deb oshkora yozgan. Ve bu şuarını, bu yazgan bu xo'rlig'uchi insonning g'ururini deb sana qiladigan bu şuar karta şu vaqtdagi oliy maktab o'quvchilari şu vaqtida raisimiz Dolqin Isoning rahbarligida ko'tarilib bu yozilgan xo'rlig'uchi so'zlar yozilgan bu ishlarni ko'tarib shuna bilan namoyishlar ilib borgan. Demakki bu namoyish Uyg'ur xalqining xo'rlangan yoki Xitoylar tarafidan xo'rlanmoqchi bo'lgan g'ururga qarshi Uyg'ur xalqining o'zining g'ururini saqlash, Xitoylarning har xil shunday Uyg'urlarni kamsitadigan siyosatga qarshi isyon qilish ruhini aks ettirgan bir namoyishdi. Hozir vatanimizda bo'layotgan avvallar albatta qabih. Lekin bununla her qanday qabih bo'lgan taqdirdami vatanimiz ichida inkas qaytirish imkoni bo'lmaganlarga qaraganda vatan sirtidagi yoshlarimizning har xil faoliyatni qilish imkoniyati bor. Mesela namoyish bo'lsin, siyosiy tashkilotlar aktiv qatnashish bo'lsin, yoki bo'lmaydi o'zlarining qo'ldan keladigan har qanday bir xizmat ya imkoniyati bilan bu vatan davosiga aktiv ishtirok qilish, shunga o'xshash o'tmish tajriba saboqlar da'vogarlarimizning o'tmishda ilib borgan xizmatlari shuni keyingi avlodlarga yetkazish va shuningdan dars olish qatorliq nurg'un ishlarni yoshlarimiz qila oladi. Shunlashqa sabdoshlar uchrashishi munosabati bilan bu bergan mening chaqiriqimda asosan men yoshlarga qaratmoqchi. Sharqiy Turkiston davosi yoshlarsiz bo'lmaydi. Sharqiy Turkiston davosining kelgusini yoshlarimiz belgilaydi. Biz o'z vaqtida yoshlar edik. Ko'chalarga chiqqanda biz yoshlar edik. Urumchi ko'chalarida Xitoy qarshi namoyish qilib shuar to'lab Xitoylarning yuziga ularning qilgan qabih siyosatlarini yuziga silib qarshi turganda biz yosh edik. Hozir biz o'rta yoshlarga kelib qoldik. Ama bundan keyingi yoshlarimiz dal bu davoga izbosar bo'lishi, bu davoni bizning o'tkazib olishi va ya bu davoga baldoqlarning tajriba saboqlarini yakunlab, texmo xalqarada qanday qilib texmo ta'sirli olib keltira olamiz. Sharqiy Turkiston davosini texmo kuchlantira olamiz. Qanday yo'llar bor, o'zimiz o'qigan kasb va sohalar bo'yicha bu davo qanday to'p qo'sha olamiz degandek shu savollarni o'ylanish vaqti keldi. Hozir yoshlarimizdan bu davoga qatnashayotganlar jiq. Lekin bu davoni sistemalik o'rganib, bu davoni qanday qilganda texmi ta'sirlik va kuchli holda ilib bora olamiz, texmi unumli holda ilib bora olamiz. Bu savollarni yoshlarimizning o'ylashi kerak. Yolg'iz Sharqiy Turkiston davosi shuarta olib qo'yish davosi emas. Sharqiy Turkiston davosi dunyodagi butun millat va davlatlarni Sharqiy Turkistonning haqliq davosiga şu davani qo'llaydigan pozitsiyaga ekilib Xitoy qarshi xalqaro bir birlik sap qurish va shu xalqaro birlik sapning kuchi bilan Xitoyning vatanimizga kelib qolgan zulmlarini to'xtatish davosidan iborat. Ya'ni eng oxirida Sharqiy Turkiston xalqining o'ziga ota-onalardan meros qolgan bu ona tuprog'ida o'zining egemenligini, egilik huquqini qo'lga keltirib mustaqil bir davlat qurish davosi. Demakki, shu mustaqil bir davlat davarimizni amalga oshirish uchun yoshlarimizning hozirdan boshlab texmi ko'p har soha bo'yicha bu davoga ishtirok qilishiga to'g'ri keldi, to'p qo'shishiga to'g'ri keldi. Shunlashqa men bu chaqiriqimda Sharqiy Turkistonning ichidagi va sirtidagi bo'libmi yosh avlodlarimizni bu davoga aktiv qatnashishga, texmi bilimlik bo'lishga, har sohada o'zlarini tarbiyalab, yaramliq bo'lib yetishib chiqishga o'zlari uchun birinchi shart qo'yib shuni bekitishga va shu sapa va yuqori saviya bilan bu Sharqiy Turkiston davosining bundan keyingi bosqichini texmi yuqori qadamda biz qoldirib qo'ymoqchi bo'lgan nuqtadan texmi yuqori nuqtalarga ilib kelish uchun tirishchilik ko'rsatishini chin yuragimdan umid qilaman. Shu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashviqot bo'limining yoshlarimizning o'z vaqtida yoshlar kitap qaralgan 85 va 88 yildagi yoshlar namoyishini, o'quvchilar namoyishini va bu xotirlarni yoshlarga bundan keyingi avlodlarga xotirlatish va yordam sifatida qoldirish uchun ilib borgan bu programmasiga alohida rahmat aytaman. Ko'pchilikka rahmat.
hürmetli zor kögüçler. Yukarıda 1988 yılı 6. ayının 15. günü yüz bergen keng ko'lamlik Uyghur o'quvchilar harakatininki 30 yıllığı bag'ishlangan maxsus programni diqqatingizga taqdim qildik. Shuning bilan bugungi programmamiz ishada oxirlashdi. Keyin qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling, xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qinimiz. Sen üçün ey yurtimiz, fida bo'lsin jinimiz. Qon kechib hem can berib, axir bulduk azatlık. Kalbimizde var bo'lg'achqa e'tiqod imonimiz. Atlarning janglari o'chmaydi tarix betidan. Nasli qoldi jangovar, biz uning avlodimiz. Chiqdi jon ham oqdi qon, bo'ldi yovdan el aman. Yaşasın, ming yaşasın güzel istiqbalimiz. Yaşasın, ming yaşasın güzel